Qadrli muxlislar, xayrli kun dasturi davom etadi. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz va dasturimizni davom ettiramiz. Xayrli kun dasturining boshqa dam olish ko'rsatuvlaridan farqi borki, biz ko'rsatuvimizda har bir mavzuda muloqot qilamiz. Sizni qiziqtirgan savollarga mutaxassislar orqali javob berishga harakat qilamiz. Biz bugungi dasturimizda ham muhim mavzuda suhbat qilishni ko'zda tutgan edik. Xususan, tadbirkor yurtdoshlarimiz, qishloq xo'jaligi bilimdonlari uchun bugungi ko'rsatuvimiz ahamiyatli bo'ladi degan umiddamiz. So'zimizni yanada ochiqlashga harakat qilamiz. Yaqindagina, ya'ni joriy yilning 8-aprel kuni davlatimiz rahbari yana bir qarorga imzo chekdi. Ya'ni qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksport salohiyatini oshirish hamda qayta ishlash zanjirini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi huquqiy hujjat bugun ko'rsatuvimizning asosiy mavzusi bo'ladi. Xo'sh, bu hujjat bilan qanday o'zgarishlar yuz beradi? Aniqroq aytganda, tadbirkorlarimizga bu qaror orqali qanday imtiyoz va afzalliklar beriladi? Bu haqda mutaxassisdan tinglaymiz va bugun ko'rsatuvimizda mehmon bor. Dasturimizning aziz mehmoni Farg'ona viloyat o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Eldor aka Tursunqulov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Eldor aka. Rahmat. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan, yumushlardan ozod bo'lib, xayrli kunga kelganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Mana biz aytgan qaror, yuqorida nomini e'tirof etdik Eldor aka. Demak, bu qaror mazmuniga biroz to'xtalib o'tsak, o'zi nima uchun zarurat bo'ldi mana shu huquqiy hujjatning hayotga tatbiq etilishi? Yurtboshimizni mana shu eksportchi tadbirkorlarga, umuman tadbirkorlik sohasiga juda katta e'tibor berishlari natijasida mana shu yaqinda hozir boya o'zingiz gapirib o'tganingizdek, shu 8-aprel kuni 136-sonli prezidentimizning qarorlari chiqdi. Bu o'sha qarorda qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksportini yanada oshirish hamda ulardan samarali foydalanish maqsadida o'sha prezidentimiz qaror chiqardilar. Bu qarorda asosiy maqsad qilib 2025-26 yillarda qishloq xo'jalik mahsulotlarini hamda oziq-ovqat mahsulotlarini 3,5 milliard AQSh dollariga yetkazish oldimizga maqsad qilib belgilangan hamda yangi 30 turdagi mahsulotlar uchun fitosanitar ruxsatnomalar olinishi, undan tashqari istiqbolli bozorlarga 442 million dollarlik hamda 2026 yilda 575 million dollarlik mahsulotlarni eksport qilinishini ta'minlash maqsad qilib olingan va bundan tashqari yana 2025 yilda jami 2 million 100 ming tonna meva sabzavot mahsulotlari uchun zamonaviy qadoqlar ishlab chiqarishga 40 million AQSh dollari miqdorida investitsiya loyihalarini amalga oshirish maqsad qilib belgilab olingan. Yana bir shunday tartib o'rnatildiki, hozir umumiy yer maydoni 5 gektardan kam bo'lmagan qishloq xo'jaligi korxonalari uchun o'zini o'sha imkoniyatidan kelib chiqib 20 sotikgacha bo'lgan yer maydonida saralash, qayta ishlash, quritish, muzlatish omborlarini qurishga ruxsat etildi. Avvallari bunaqa imkoniyatlar bo'lmagan edi. Yana bir narsa 2025-26 yillarda meva sabzavot mahsulotlarini aholi tomorqalaridan, fermer xo'jaliklaridan yig'ib, saralab, ularni zamonaviy qadoqlarda realizatsiya qilinadigan bo'lsa 25% gacha, biroq 3000 so'm miqdorda savdoni rivojlantirish kompaniyasi orqali subsidiyalar taqdim etiladi. Eldor aka, mana bu yerda ko'plab imtiyozlar bor va men o'ylaymanki, mana sizni tashkilotingiz bilan muloqotda bo'ladigan ishbilarmonlarimiz juda xursand qiladi. Chunki mana shu davrgacha mana shunday bir imtiyozlar bo'lsa edi degan yurtdoshlarimiz bo'ladi-da va bu qaror bilan mana shu ko'p muammolarga yechim berilyapti. Mana bu yerda yana bir narsa ilgari ro'y bermagan Edu karantin axborot tizimi. Bundan tashqari agro ko'makchi loyihasi. Mana agro ko'makchi loyihasi bilan qizil, yashil va sariq toifadagi reyting belgilanishi bo'lsa, Edu karantin demak axborot tizimi orqali demak shaffoflikni ta'minlanishini ham yo'lga qo'yapti. Mana shu haqida ham to'xtalib o'tsak, menimcha bu tadbirkorlarimiz birinchi navbatda vaqtini tejaydi. Qishloq xo'jalik kooperativi meva sabzavot mahsulotlarini yig'uvchi, tayyorlovchi a'zolari bu mahsulotlarda o'sha sifatli tayyorlash hamda eksportga chiqarish bo'yicha Edu karantin uz axborot tizimi orqali sertifikatga ega bo'lishlari mumkin. Sertifikatga ega bo'lgan
qishloq xo'jaligi kooperativlari, ularning a'zolari yashil, sariq hamda qizil toifalar bo'yicha reytingi yuritiladi. Undan tashqari o'sha agroko'makchi mobil ilovamiz keng ommada hozir foydalanilyapti. Tadbirkorlarimizga juda qulay imkoniyatlarni yaratib bergan bu agroko'makchi mobil ilovamiz orqali hatto 20 kunda pishib yetilayotgan mahsulotlarni ma'lumot bazasi, muzlatgichli omborlarda ma'lumot bazasi, importyorlarda, eksportyorlarda, umuman o'sha eksportga taalluqli bo'lgan, eksport uchun kerakli bo'lgan foydali ma'lumotlar hammasi o'sha agroko'makchi mobil ilovamizda mujassam qilib ko'rsatib berilgan. Bunda o'sha tadbirkorlarimiz juda ko'plari bu agroko'makchi mobil ilovamiz orqali foydalanib hozirgi kunda shu o'zlarini ishlarida, o'zlarining sohalarida keng foydalanib kelishyapti. Yana bir narsa shu 136-sonli prezidentimizning qarorlarida yana bir imkoniyat degan to'g'ri bo'ladi, yaratib berildiki, organik mahsulotlarni yetishtirish hamda ularni yetishtiruvchilarga organik, halol, Global Gap, ISO 9001, ISO 22000 sertifikatlarini olish savdoga ko'maklashish jamg'armasi tomonidan qoplab berilishligi ham shu qarorimizda ko'rsatib o'tilgan. Azizlar, xayrli kun dasturi davom etadi. Bugungi suhbatdoshimiz Farg'ona viloyat o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Eldorbek Tursunqulov. Yana bir xush kelibsiz, Eldor aka. Mana hozir muhim qaror haqida suhbatlashyapmiz va asosan bu mavzu, demak, meva sabzavotlarni eksport qiladigan bizning eksportyor tadbirkorlarimiz faoliyatini qo'llab-quvvatlashni nazarda tutadi. Eldor aka, mana oddiy hayotiy bir misol bilan qarasak, mana shu qadar O'zbekiston yerlari borki, tadbirkorlarimiz shu qadar mirishkorki, xalqimizni dasturxonidan orttirib mana xorijga ham eksport qilish imkoniyati bor. Agar demak xalqimizni o'zini ta'minlay olmaganimizda bu eksport ro'y berishi mumkin emasdi va bugun bizni xursand qiladigani mahalliy bozorlarimiz, endi chet elda ham mana shu O'zbekiston oziq-ovqat, meva sabzavot bozorlari ishga tushyapti. Bunda albatta mana o'zingiz guvohsiz, masalan, oxirgi Rossiyada sinab ko'rildi. Bu jarayon shu bir taassurotlarni aytsangiz, Farg'ona viloyati bu yerda mana tashabbuskor bo'ldi. Mana o'sha kuni kecha Farg'ona viloyati hokimi Xayrullo Hayitbayevichning boshchiligida delegatsiya Rossiya Federatsiyasining Omsk viloyatiga tashrif buyurdi hamda o'sha Omsk viloyatida Fruit City ulgurji eksport bozori tashkil qilinib, juda tantanali ravishda ochildi. U bozorda bu tarixda bo'lmagan, buni ochiq aytishimiz kerak. Bizni o'zbek tadbirkorlari ta'sischiligi asosida Omsk viloyatida hamda Novosibirsk viloyatida Aziya Sibir bozorlari tashkil qilindi. Bu tashkil qilinishdan maqsad nima? Maqsad o'sha bizni O'zbekiston tadbirkorlari, ishlab chiqaruvchilari, eksportyorlari O'zbekistonda ta'sischiligi asosida ochilgan yangi barcha qulayliklarga ega bo'lgan, barcha sharoitlarga, infratuzilmalarga ega bo'lgan shu bozorlarimizda emin-erkin savdo qilishliklarini yaratib berish va bularga barcha imkoniyatlarni ochig'ini aytganda bemalol savdo qilishlari uchun, o'zlarining uylarida, o'zlarining vatanlarida savdo qilishlari uchun mana shu tarixda bo'lmagan bitta katta yangiliklar qilindi. Farg'ona viloyati hokimi Xayrullo Hayitbayevichning boshchiligida o'sha Omsk viloyatida bozor ochilishligida ham juda ko'p bizni O'zbekiston tadbirkorlari, Farg'ona viloyatimizdan eksport bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlar u yerda o'sha qatnashib, attagi o'sha bozordagi shart-sharoitlar, tadbirkorlarga yaratib berilayotgan imkoniyatlar barchasidan xursand bo'lishdi. Avval bunaqa narsa bo'lmagan, bunaqa imkoniyatlar bo'lmagan. Bu hammasi shu yurtboshimizni, prezidentimizni olib borayotgan oqilona siyosatlarini bir debochasi sifatida buni ko'rsak bo'ladi. Yana bir narsa, bu hali to'xtalib qolinmaydi. Bu bozorlar bilan
maqsadimiz shu O'zbekistonda yetishtirilayotgan, ishlab chiqarilayotgan nafaqat qishloq xo'jaligi mahsulotlari, balki sanoat mahsulotlarini ham o'sha Yevropa davlatlarigacha olib chiqib, u yerda o'sha o'zbek brendi asosida mahsulotlarimizni qimmat narxlarda sotib, O'zbekistonga ko'proq valyuta tushumini tushirishdi. Bizni o'sha tadbirkorlarimiz o'zlarini oldilariga maqsad qilib qo'yishgan, hamda bu yerda o'sha davlat tashkilot mutasaddi rahbariyati, umuman hukumat bu tadbirkorlarimiz bilan hamda tadbirkorlar davlat bilan yelkama-yelkalikda turib, shu eksport bo'yicha barcha imkoniyatlardan foydalanib, sharoitlarni davlatimiz tadbirkorlarga yaratib berib kelyapti hozir. Avvalo sifatni tilga olishimiz kerak. Mana demak, O'zbekiston yerlaridagi mahsulot sifatli bo'lgani uchun ham xorij bozorlari darvozasini ochyapti. Demak, hatto mana shimolda iste'mol qilishyapti O'zbekiston yetishtirgan mahsulotlarni. Demak, avvalo ularning sifati, tarkibidan mamnun xorijlik xaridorlar. Endi ikkinchi masala bor, bu yashirishni hojati yo'q, har bir insonga yoqadi daromad qilish. Bu yerda demak, tadbirkorlarimiz yaxshi daromad qilyapti va bu O'zbekistonning xazinasiga, iqtisod sandig'iga qanchalik foyda keltiradi? Albatta har bir mahsulot, har bir o'sha iste'molchi avvalambor mahsulotning sifatiga va uni o'sha mazasiga, ta'miga e'tibor qaratadi. O'sha bizning jannat makon yurtimizda mazali mahsulotlar yetishib, shu eksportga chiqayotgan ekan. Albatta o'sha iste'molchilar buni sevib iste'mol qilishyapti. Avvallari mahsulotlarimiz, buni ochig'ini aytishimiz kerak, asosan taxta yashiklarda eksportga yo'naltirilgan bo'lsa, mana o'sha yurtboshimizni tadbirkorlarga yaratib berayotgan imkoniyatlar natijasida, yangi chiqayotgan qaror, farmonlarda natijasida zamonaviy qadoqlarga juda katta e'tibor qaratilyapti. Va Eldor aka aytish kerak, uzoq muddat mana navbat kutishlar, bu mahsulotlarni demak sifati buzilishiga ham olib kelganda. Albatta, o'sha gapingiz juda to'g'ri. Bu o'sha taxta yashiklarda yoki bo'lmasa o'sha zamonning talabiga mos kelmaydigan qadoqlarda o'sha mahsulotlarimizni chet elga eksport qilinishligida juda ko'p bir qanday desa bo'ladi, bir nojo'ya holatlarga to'g'ri kelingan. Mana o'shalarda kuchlar bo'lgan, o'sha mahsulotning sifati aytaylik o'sha Rossiya davlatlariga sifatli darajada yetib bormagan, qaysidir joylari zaharlangan, uringan, boshqa bo'lgan iste'molchini albatta narxga ta'sir qiladi bu narsa. O'sha mahsulot sifatli yetib bormagandan keyin iste'molchining qo'liga o'z-o'zidan mahsulotning sifatiga va narxiga bu salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shularni oldini olish hamda o'sha kelajakda boshqa Yevropa davlatlariga ham o'sha chiqishlikni inobatga olgan holatda o'sha zamonaviy qadoqlarga katta e'tibor qaratilib, mana hozirgi kunda bizni respublika miqyosida o'sha eksportga chiqayotgan deyarli bir 60-70% to'g'ri bo'ladi. Tadbirkorlarimiz zamonaviy qadoqlarda mahsulotlarini eksport qilishlikni yo'lga qo'yishdi. Bu albatta yutuq bu. Endi bizning maqsadimiz nima? Maqsadimiz 100% shu zamonaviy qadoqlarda mahsulotlarni jahon standarti asosida chet ellarga eksport qiladigan bo'lsak, o'z-o'zidan mahsulotimizni yetkazib berishda birinchidan tannarximiz pastroq bo'ladi. Ikkinchidan o'sha eksportyor ham, dehqon ham ko'proq daromad ko'radi, mahsulot qimmatroq sotadi u yerga olib borgandan keyin. Xitoy davlatidan kirib kelayotgan mahsulotlar, Ozarbayjon davlatidan, Eron davlatidan, Turkiya davlatidan kirib kelayotgan mahsulotlarni ko'rib odam havas qiladi. Uni mahsulotning sifatiga, qadog'iga, umuman bir shunaqangi chiroyli tartib upakovka qilinganini ko'rib turib odam havas qiladi. Nimaga u narsani biz qila olmaymiz? Albatta qila olamiz. Biz bu narsalarni qilishimiz uchun o'sha har bitta chiqarayotgan mahsulotimizni albatta sifatiga e'tibor berishimiz kerak birinchi navbatda, ikkinchi navbatda uni qadog'iga. Men o'zim ko'zim bilan ko'rdim, gilos mahsulotlarini Xitoy davlati shunaqangi bir chiroyli upakovkalarga qilgan, sabzi mahsulotlarini, umuman
poliz ekin bo'ladimi, meva mahsuloti bo'ladimi, juda ham chiroyli qadoqlar taqilgan. Hozir tomorqadan olinganligi. Mana bizda ham xuddi shu imkoniyatlar bor. Buni ham bizni tadbirkorlarimiz sekin bosqichma-bosqich shu narsani yo'lga qo'yishdi. Avvallari e'tibor berilmaganligi uchun bizni tadbirkorlarimiz o'sha taxta yashiklarda eksportni amalga oshirib kelishavergan. Mana endi hozir o'sha zamon qadoqlariga o'tilganning hisobiga tadbirkorlarimiz xursand bu narsadan. Ikkinchidan ko'proq daromad ko'rishyapti buning orqasidan. Men o'sha Novosibirsk bozorida bir holatni ko'rdim. Mahsulotni men importni deb o'ylagan ekanman. Uni qadog'ini qarasam, mahsulot O'zbekistondagi. Bizga ham mahsulotlarimiz chet eldagidan qolishmaydi. Faqat bu mahsulotlarni o'sha sifatli qilib, qadog'iga e'tibor berib ishlash har bitta o'sha tadbirkorimizni, eksportyorimizni nima deydi, o'zini ustida ishlashdagi bir mas'uliyatli ishi qilish kerak har bitta narsada. Har bitta narsani o'sha mas'uliyat bilan, qunt bilan agar yondashib, astoydil qilinadigan bo'lsa, biz nafaqat Rossiya davlati, boshqa davlat, Yevropa davlatlarini ham o'zbek brendi orqali zabt eta olamiz mahsulotlarimiz bilan. Qadrli muxlislar, siz dasturimizni nafaqat efirda, balki ijtimoiy tarmoqdagi manzillarda ham kuzatib borishingiz mumkin. Dunyoning istalgan nuqtasidan bizni onlayn ravishda kuzating va ekranlaringizda ko'rinib turgan manzillarga obuna bo'lish yoddan chiqmasin. Dasturimiz davom etadi. Bugun biz mutaxassis ishtirokida aytayotgan fikrlar eksportyor korxonalarimiz, ishbilarmon tadbirkorlarimiz uchun muhim bir saboq deymizmi yoki yo'riqnoma bo'lib xizmat qiladi degan umiddamiz. Eldor aka, endi tadbirkor ko'p mana mahsulotini chetga chiqaraman, lekin gap bu yerda demak iste'mol mahsuloti haqida ketyapti. Ko'p vaqt mana bojxona masalalari o'ylantirdi tadbirkorlarni, soliq masalalari va mahsulotlarni demak sifat nazoratidan o'tkazish, aynan sizni tashkilotingiz bilan bog'liq va bu masalalar mana bir qator prezidentimiz imzolagan qarorlar, farmonlar bilan yechim topyapti. Menimcha yana ham ko'payadi endi tadbirkorlarimiz. Keling shu o'rinda bir maqtanadigan jihatlarimizni ham aytaylik-da. Viloyatimizda eng eksportyor korxonalar qaysi hududlarga to'g'ri keladi? Eng ko'p eksportchi tadbirkorlarimiz qayerda? Faxrlansa arziydi bu narsa bilan. Baribir bizni Farg'ona viloyati respublikamizda, respublika miqyosida qishloq xo'jaligi meva sabzavot mahsulotlarini eksport qilishda, yetishtirishda yetakchilardan hisoblanadi. Bu bitta yutuqli tomonimiz hamda yildan yilga biz buni tahlil qilib ko'ryapmiz. Qishloq xo'jaligi bo'yicha meva sabzavotni eksport qilish bo'yicha eksportyorlarimiz soni yildan yilga ko'payyapti. Bu nimaning hisobiga? Bu albatta o'sha yaratib berilayotgan imkoniyat hisobiga. Quritilgan mahsulot eksport qiluvchilarimiz bor, ho'l meva bilan shug'ullanuvchi eksportyorlarimiz bor, undan tashqari mahsulotni qayta ishlovchilarimiz bor. Qadoq, o'sha hozir men sizga boya gapirib o'tgandek, zamonaviy qadoqlar deyapmiz. Zamonaviy qadoqlar ishlab chiqaruvchi korxonalarimizning soni ham ko'payyapti. Masalan, Quvasoy qoqilarini eshitganmiz, bular ham mana eksportda. Quva tajribasi mana Oltiariqning sabzavotlari. Ko'p yildan beri Oltiariq katta tajriba maktabi. Demoqchimanki, menimcha hamma tumanlarimizda mana shu salohiyat bor. Faqat ishga tushirish kerak. Albatta. Har bir o'sha bizni Farg'ona viloyatida 19 ta shahar tuman bo'ladigan bo'lsa, 19 ta shahar tumanida o'ziga yarasha bir salohiyati bor, o'ziga yarasha imkoniyati bor. Bunda o'sha bizni Oltiariqda agar namuna qilib ko'rsatadigan bo'lsak, Oltiariq tumanimizda o'sha uzumchilik deymizmi, Quvani anorchilik deymizmi, Quvasoyda giloschilik deymizmi, hamma bizda imkoniyat, sharoitlar bor va shulardan tadbirkorlarimiz hozirgi kunda oqilona foydalangan holatda o'sha mahsulotlarni chet el davlatlariga sifatli tarzda eksportini amalga oshirib kelishyapti. Mana o'tgan yili 332 million dollarlik bizda o'sha meva sabzavot qishloq xo'jalik mahsulotlari eksporti amalga oshirilgan. Bu juda yaxshi ko'rsatkich. Yana endi oldimizga qo'ygan maqsadimiz biz buni yana 1,5 karrasiga ko'paytirish. Bu 1,5 karrasiga ko'paytirish uchun bu rejalarimiz albatta o'sha biz tadbirkorlar bilan, eksportyorlar bilan birgalikda nima yordam kerak bo'lsa, bularga labbay deb qo'limizdan kelgancha davlat tashkilotlari yelkama-yelka turib birgalikda harakat qilyapmiz. Bu hammasi vatanimiz uchun, vatanimiz o'sha iqtisodiyotini rivojlantirish uchun
hamma birgalikda harakat qilib kelyapti hozir. Men mana shu qarorda keltirilgan raqamlarni yana bir aytib o'tishni istarim. Eldor aka, mana 2025-yilda bu yerda aytilyapti, meva, sabzavot va oziq-ovqat mahsulotlari eksport hajmi 3,5 milliard AQSh dollariga yetkaziladi. Yoki 8 ta davlatga yangi 30 turdagi mahsulotlar eksporti uchun fitosanitariya ruxsatnomalarini olish va bu fikrlar davom ettirilyapti. Eng muhimi bir boshqa hujjatlardan ko'ra bular yaqin yoki uzoq kelajakda emas, aynan 2025-yilda ro'y beradi deb ta'kidlanyapti. Tadbirkorlarimiz tayyormi mana shu salohiyatga? Nima deb o'ylaysiz? Albatta, bu siz hozir aytib o'tayotgan raqamlaringiz 2025-yilda 3,5 milliardlik meva sabzavot hamda oziq-ovqat mahsulotlarini o'sha eksport rejasi qilib belgilab berilgan. Bitta hozir biz oddiy Farg'ona viloyatini agar misolida keltiradigan bo'lsak, qishloq xo'jaligi meva sabzavot yo'nalishi bo'yicha 300 ga yaqin eksport yo'llarimiz bo'lsa, endi bu respublika miqyosida oladigan bo'lsangiz, misol aytaylik 2,5 mingta qishloq xo'jaligi bo'yicha meva sabzavot bo'yicha eksport yo'llari bo'lsa, bularda imkoniyat ham bor, salohiyat ham bor. Yildan yilga ana misol mahsulotlarda o'sha chet el davlatlariga ruxsat olish uchun o'sha o'simliklar karantini hamda himoyasi agentligi bevosita harakat qilib yangi bozorlarga eshiklarni ochib beryapti. Bundan tadbirkorlarimiz samarali foydalanib, o'sha hali kirib bormagan davlatlarga o'zbek mahsulotlarini eksport qilib kelishyapti. Mana o'sha prezidentimiz 465-sonli qarorlarida ham dala chetlari, kollektorlari atrofidan o'sha samarali foydalanish bo'yicha qarorlari chiqqan bo'lsa, atga o'sha chilon, jiydalar, olchalar, kerakli o'sha eksportbop ko'chatlar ekib hozirgi kunda o'sha respublikamiz miqyosida bo'sh turgan yerlardan samarali foydalanib kelinyapti. Endi bu ham o'sha yillar davomida o'zini mahsulini bergandan keyin o'sha yetishtirilgan mahsulotlar ham o'z-o'zidan eksportga yo'naltiriladi. Mana bu ta'sirchan choralarni Eldor aka o'zimizning ichki bozor sharoitida ham kuzatish mumkin. Mana uzoqqa bormaymiz, yaqin 20 yil ortga qaytadigan bo'lsak, masalan, sitrus mevalarni biz ko'proq qish fasli kirib kelayotganda iste'mol qilishimiz mumkin. Hozir to'rtala faslda ham to'rtala faslning mevasini, sabzavotlarini iste'mol qilish mumkin. Siz qulupnay yeyish uchun aytaylik qishda tursangiz, bahorni kutish shart emas. Shaftolining yozda pishishini kutish shart emas. Shu qadar bir tadbirkorlarimiz ishbilarmon bo'lib ketdi. Istalgan supermarketingizdan bu mahsulotlarni topa olasiz. Menimcha mana bu nuqtai nazardan biz Yevropaga ham tezroq kirib boramiz kelgusida. Albatta, endi maqsad hammada shu. O'sha bizda o'sha O'zbekistonda yetishtirilayotgan mahsulotlar yil 12 oy yetishtirishda o'sha dehqonlarimiz, fermer xo'jaliklarimiz, tomorqa egalari o'sha oldilariga maqsad qilib qo'yishgan. Maqsadlari yil 12 oyda mahsulotimiz qishloq xo'jaligi meva sabzavot mahsulotlari uzluksiz bo'lishligi uchun hozirgi kunda hammalari o'zlarining ustilarida ishlab kelishyapti. Bunga davlatimiz tomonidan ham keng imkoniyatlar yaratib berilyapti. Imkoniyat bor. Tadbirkorlarimiz esa demak o'zlarini bir salohiyatlarini yana ham ishga tushirib, ishlarni bir shiddat bilan davom ettirishadi degan umiddamiz. Qadrli muxlislar, siz dasturimizni nafaqat efirda, balki ijtimoiy tarmoqdagi manzillarda ham kuzatib borishingiz mumkin. Dunyoning istalgan nuqtasidan bizni onlayn ravishda kuzating va ekranlaringizda ko'rinib turgan manzillarga obuna bo'lish yoddan chiqmasin. Dasturimiz davom etadi. Bugun biz mutaxassis ishtirokida aytayotgan fikrlar eksportyor korxonalarimiz, ishbilarmon tadbirkorlarimiz uchun muhim bir saboq deymizmi yoki yo'riqnoma bo'lib xizmat qiladigan umiddamiz Eldor aka. Va bugungi mavzuyimiz doirasida yana bir narsani e'tibordan chetda qoldirmasligimiz kerak. Qayta ishlash korxonalari va ularning faoliyatini tubdan takomillashtirish. Demak, bu sohaning rivojida mana shu masala ham muhim o'rin tutadi. Viloyatimizda ahvol qanday? Demak, qayta ishlash korxonalarini faoliyatini rivojlantirish borasida. Bizni Farg'ona viloyatida men hozir boya gapirib o'tganimda meva sabzavot qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirish hamda uni eksport qilish yuqori bo'lgandan keyin bu o'z-o'zidan o'sha viloyatda o'zida salohiyatli tadbirkorlarda ishtirokida
qayta ishlash korxonalarini ham barpo qilishlikka, uni yurg'izishlikka ehtiyoj bo'ladi. Va bu ehtiyoj bo'lgandan keyin Quvasoy shaharda olamizmi, Qo'qon shahari bo'ladimi, Marg'ilon shahri, umuman viloyatimizdagi shahar tumanlarda o'zida qayta ishlash korxonalari mavjud bizda. Mana oddiygina sizga bir Marg'ilondagi General Valley qo'shma korxonasini misol qilib keltiradigan bo'lsak, bu yerda 100 nafarga yaqin ishchilar faoliyat yurg'izishadi. Bu yerda o'sha o'rik mahsuloti, sliva mahsulotlarini qayta ishlab Belorussiya davlatiga, Rossiya davlatlariga, hattoki mana hozirgi kunda Xitoy davlatlariga ham eksport qilishlik bo'yicha hozir bular suhbatlarni olib borishyapti. Undan tashqari Quva tumanida Yingtay degan Xitoy qo'shma korxonasi bor. Bu yerda ham o'sha gilos mahsulotlarini ham kalibrovka qilib, buni o'sha bemalol yuvib, ajratib, saralab, sliva mahsulotlarini, o'rik mahsulotlarini ham qayta ishlab, qadoqlab, zamonaviy qadoqlarda chetga eksport qilishlikka imkoniyatlari bularda ham mavjud, hamda bunaqa katta o'sha qayta ishlash korxonalari bor Quva tumanida ham. Xuddi bularda singari har bir shahar tumanlarimizda qayta ishlash, qadoqlash korxonalari mavjud. Bu yildan yilga bularning soni ko'payib boryapti. Avvallari misol qayta ishlash korxonalarimizning soni 10 ta deydigan bo'lsak, hozirgi kunda misol tariqasida aytyapman 30 ta. Nimaga? Bu hammasi o'sha tadbirkorlarga yaratib berilayotgan imkoniyatlarning natijasida tadbirkorlar o'sha unumli foydalanib turib, o'sha O'zbekistonda yetishtirilayotgan mahsulotlarni sifatliligini chetga eksport qilib, ikkinchi sort yoki birinchi sortlarni ajratib, buni o'sha quritib, qayta ishlab, konservatsiya holati bo'ladimi, buni sushka holatda bo'ladimi yoki quritilgan holatda bo'ladimi, sublimatsiya holatda bo'ladimi, bularning hammasini o'sha chiroyli tarzlarda qayta upakovka qilib, qadoqlab, bulardan qimmat narxlarda chet el davlatlariga sotishyapti. Oltiariq tumanida ham bitta misol qilib ko'rsatsak bo'ladi. Frutata brendi bilan Ixlos ABC firmasiga qarashli sublimatsiya mahsuloti bor. Qovun, torvuz, qulupnoy, malina haligi mahsulotlarni sublimatsiya tariqasida quritadi. Buni o'sha o'zini brendi asosida fasobga qilib qadaydi. Haligi mahsulotni ochib siz o'sha iliq suvga solganingizda mahsulot o'sha 30-40% ga o'zini eski holatiga qaytadi. Mana ko'ryapsizmi, tadbirkorlarimiz o'zini ustida ishlayotganligi natijasida qayta ishlash korxonalarimizning soni yildan yilga ko'payapti, hamda o'sha eksportga chiqarib bo'lmaydigan mahsulotlardan qayta ishlab turib, qayta fasobga qilib turib, bularda o'sha qimmatdan narxlarda o'zlarining brendlarini qo'yib turib, chetga sotishlik imkoniyati ham paydo bo'lyapti hozir. Shuning uchun ham bugun nafaqat eksport, balki aholini hayotini yaxshilashning muhim yo'li ham tomorqalar bo'lib qoldi. Bugun mana har bir oila tadbirkor yoki bir mahalla bir mahsulot kabi bir hayotbaxsh islohotlar bor, loyihalarimiz bor. Bular kelajakda mana shu biz bilmaymiz, mana shu bir oila katta eksport manziliga aylanishi mumkin. Albatta, o'zi davlatimizning maqsadi ham shu. Har bir oilani o'sha tomorqasidan samarali, unumli foydalangandan keyin misol tariqasida men o'zim oladigan bo'lsak, mana oilamda qulupnoy mahsuloti deymizmi yoki malina mahsuloti deymizmi yoki aytaylik o'rik mahsuloti bo'ladimi, olma bo'ladimi, bularni yetishtirib qayta ishlanadigan bo'lsa qayta ishlab yoki bo'lmasam o'sha men to'g'ridan to'g'ri sizga beradigan bo'lsam, siz buni qayta ishlab turib yana bir sherigingizga berib turib buni eksportga ortadigan bo'lsangiz, bu endi o'sha kooperatsiya tizimi deyiladi. Shunaqa tizimni yo'lga qo'yishlikda o'zi maqsad qilib kelingan. Endi mana hozir birinchi ilk qadamlardan bo'lganligi uchun hozirgi kunda tadbirkorlarimiz umuman o'sha tomorqa egalari ham hozirgi paytda yangilikdan mana hozir foydalanib kelishyapti. Eldor aka, mana qarordagi muhim jihatlarni aytib o'tdik. Endi bu bandma-band ko'rsatilgan chora-tadbirlar mana sekin-asta hayotga tatbiq etiladi. Menimcha endi kelgusida bir mana shu qarorning natijalari bo'yicha yana bir suhbat tashkil qilamiz. Endi buni demak jarayon ko'rsatadi.
Endi ko'rsatuvimizni yakunida bir an'anamiz bor. Mana bu siz ko'rib turgan kitob, bu Xayrli kun dasturi ehtirom kitobi. Suhbatdoshlarimiz mana shu kitobga doim o'zlarining bir izhorlarini va dastxatlarini qoldirish kerak bo'ladi. Bu gal yangi sahifasini siz uchun taqdim etamiz. Katta rahmat. Bugun savollarimizga javoblaringiz uchun rahmat aytamiz. Tahlillar uchun rahmat aytamiz Eldor aka va mana aprel oyi yakunlanib, may oyidan to kech kuzgacha yurtimiz uchun, dehqonlarimiz, bog'bonlarimiz uchun pishiqchilik mavsumi. Yana ham oddiyroq aytganda, yumushlar ko'payadigan, mas'uliyatlar oshadigan davr, xususan o'simliklar karantini va himoyasi borasida ham. Shu yo'lda bir omadlar tilab qolamiz, charchamanglar deymiz. Endi bizni mehnatkash yurtdoshlarimiz ko'radi, har bir mehnatkash bizni xalqimiz. Ularga bir aytadigan fikrlaringiz bo'lsa, ko'rsatuvimiz yakunida aytib o'tishingiz mumkin. Barcha yurtimizdagi tadbirkorlarga, dehqonlarga o'zim nomidan shaxsan o'simliklar karantini va himoyasi agentligi va uni Farg'ona viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan chuqur minnatdorchilikni bildiramiz hamda bularga ishlarida, kelgusi ishlarida zafarlar, omadlar tilab qolamiz. Sizga ham shu yaxshi niyatlarni tilaymiz. Charchamang, doimo mana shu yaxshi kunlarda uchrashib yuraylik. Salomat bo'ling. Qadrli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizning bugungi aziz mehmoni o'simliklar karantini va himoyasi Farg'ona viloyat boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Eldorbek Tursunqulov bo'ldi.